Bir yangi shimarib uy tozalashni boshlaylikchi. Mana bu ko'rib turganinglar jannatim uyimni bugun tozalaymiz. Xonamiz ahvoli, idishxonamiz ahvoli va uyimiz ahvoli shunaqa. Qirmiz gulli bog'chaga yugurib tashab chiqdim. Birinchi marta chiqdilar. Hamma nimaga erta berdingiz dedi. Erta berganim yo'q, faqat 1-2 soatga bir kunga berdim xolos. Bir haftada bir marta bog'chaga tushib turadi. O'rganish uchun. Yana qaytib chiqib uylarimni tozaladim. Hammasini videoga olib qo'ymoqchi edim, lekin telefonim joyi ham yo'q, hammasini olgani vaqtim ham bo'lmadi. 2 soatda tez ulgurib olay deb shaq olib qilaverdim. Hammasini videoga olishga vaqtim bo'lmadi. O'sha tualet bilan bitta xonani tozalagunimcha qirmiz gulli chiqish vaqti bo'lib qoldi. Shu qizimni olib chiqdim. Ko'chada birpas aylantirib o'tirib, qo'shnilarga salom-alik qildik. Kayfiyatlari umuman yo'q. Yoqmabdi bog'cha. 2 soat to'xtamay yig'labdi, ozgina o'ynabdi, ovqat ham yemabdi, siyibdi, har balo qilibdi-da karochi bog'chada. Va mana oxiri natijamiz shu. Oldingi uyimiz tozaroq ekan shekilli, tozalaganimdan ko'ra 2 soatda qilgan ishim shu bo'ldi. Endi qanaqa ham bo'lardi deysizlar. Nima bo'lganda ham uyimni sal bo'lsa ham epag'iga keltirib oldim-ku.